Avvalambor assalomu alaykum. Mana navbatdagi obyektimizga darvozamiz o'rnatib bo'ldik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Epan tumaniga olib kelib o'rnatdik. Razmerlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Xo'sh, bu darvozamiz Dubay fason darvoza. Razmerlari eniga 320, balandligi 360 razmerda bo'ldi. Ikkita stoyka, tagi shiviller bo'ldi. 10 shiviller. Listlarimiz 2 listda bo'lgan, profillar 6 ga to'g'ri 1.7 listda bo'lgan. Zamoylari o'sha har doimgidek zubur zamoyda bo'ldi. Kraskalari o'sha ikki xil mokriy asfalt GK2 va stalnoy kras tepilgan 2 qavatli darvozamiz. Ustiga nijevkalargacha qo'yilgan zamoylar uchun zubur zamok. Orqa holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, bu darvozamiz 2 qavatli holatda bo'lgan shumkali darvozamiz. Tepasida o'sha 45 dan havolanadigan joy bo'lsin dedi egalari. 3 metr balandlikdagi ochiladi, qolgani ochilmaydi. Xo'sh, bu darvozamizni narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, 1 metr kvadrat 1.350.000 so'mdan 2 qavatli 2 listda bo'lgan, 1.7 profillari, stenkasi 6 ga to'g'ri. 1 metr kvadrati 1.350.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi ichida. Ekrandagi nomerga telefon qilaverasizlar, ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lganlar o'ng tomondagi qizil podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.